Ibn Mojah va Imom Ahmad va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "La yazidu fil umri illa al-birru va la yaruddu al-qadra illa ad-du'a." Rawahu Ahmad va Ibn Mojah va g'ayri. Rasululloh dedilar: umrni yaxshilik ziyoda qiladi. Umrni yaxshilik ziyoda qiladi. Taqdirni esa duo o'zgartiradi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bizning umrimiz, bizning hayotimiz, bizning farovonligimiz bizning yaxshiligimizga bog'liq. Yaxshilik qilsak, hayotimizni yaxshilik bilan davom ettirsak, Alloh taolo bizning umrimizga baraka berar ekan va duo esa taqdirni o'zgartiradi. Har bir keladigan balo ofatlarni duo qilinsa, albatta shu duo bilan balolar ko'tariladi. Bir kun Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir sahobiy kelib: "Ey Rasululloh, men katta gunoh qildim. Menga tavba qilish yo'li bormi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Onang hayotmi?" dedilar. "U yo'q, vafot etganlar" dedi. "Xolang bormi?" dedilar. "U ha" dedi. "Fabirraha, xolangga yaxshilik qil" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelgan shu sahobiyga Rasululloh tavba qilsang bo'ldi demadilar. Vaholanki qilgan gunohini yaxshilik bilan yuvishligini o'rgatdilar. Agar unga tavba qilgin, istig'for aytgin, Alloh gunohingni kechiradi desalar bo'lar edi. Balki onang bormi dedilar. "U yo'q" dedi. "Xolang bormi?" dedilar. "Ha" dedi. "Unday bo'lsa xolangga yaxshilik qil" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan gunohini xolaga yaxshilik bilan yuvishligini o'rgatdilar.